Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun mana Matizga mana amorzator. Mana ko'ryapsiz, 4 ta amorzatordan perekatsiya qilib beramiz. Oldini, ortini. Oldinda Nexia turibdi ekan. Mana shu joydan bilsa bo'ladi. Bunga Nexia pirdelka bo'lgan. Ortiga bo'lsa Damas qo'yganlar. Mana tega kauchuk vortatib uzaytirganlar. Mana bu diska sakatiska qilgani uchun mana shunaqa balon turgani uchun baland qilib qo'yganlar. Shunaqadan shuning uchun uzaytirganlar. Buni hadoyini ko'rib beramiz. Stabilizator rezinkasini boshqa joyi yaxshi. Hamma joyi normalniy. 4 amorzator. Keyin stabilizator rezinkani almashtirib beramiz. Yurish jarayonidan oxirida ko'rsatib o'tamiz, adresdan ko'rsatib o'tamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon orasida Nexia amorzator bo'lsa, o'zini ham prekatsiya qilib uzatib beramiz. Robnoy original bo'lsa bo'ldi, ochib uzatadigan rezbola bo'lsa. Mana 4 amorzatorni ham uzatib taqladik. 2018 bestga sotiladigan mana mashinamiz. 4 amorzatorni ham uzatdik. Buni faqat o'zlarini 4 amortizatorini prekatsiya qildik. O'zini ochib, Nexia amortizator ekan, ochib prekatsiya qilib, keyinlarini o'zini prekatsiya qilib berdik. Old zapravka qilib berdik, oldin ham keyinni. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon orasida oxiridan manzilni, telefon nomerini qoldiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, yurishlar o'zgardi, cho'tka bo'ldi. Kelganda yog' oqqan, taqir-tuqir bo'lib yotgandi. Hozir zo'r. Mana biriga chiqish ham o'zgarib, mashina yumshoq bo'lgan. Manzilni ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar. Bu tarafdan Darital Benstep Institut Urdu. Shundan o'tib kelasizlar. Mana bu yerda peshxod svetofor bor, knopka bosish edi. O'shanda o'tib kelasizlar. Mana bu barner, akvachidan keyin mana hadovoy moy almashtirish ko'rsatibman. Yuqoridan ko'rsat. Mana kontashni swarka. Hadovoy amorzator. Keyin bu tarafdan kelganda. Bu tarafdan kelsangizlar mana Dehqon bozor. Bu yoqda Dehqon bozordan to'g'ri kelaverishda O'zer Yashar cho'li. Shundan o'tib 10 qo'l aylanasizlar. 10 qo'l aylanib yursangizlar 300 metr shu yerda chap qo'lda yo'lning bu tarafida. Bu tarafdan kelsangizlar Indabochaga qarab Ko'na Qamish. Shu tarafda o'tib kelaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Yangi chiqqan foyda videolarimizni ko'rib borasizlar.